أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: تلك الرسل أش پیغمبرlar إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في هذه السورة. مكتوب قصصها قصصها mush surada Adam alayhissalomdan tortib Davud alayhissalom qadar hozir qissalar zikr qilingan payg'ambarlar bor. Bir guruh payg'ambarlar. Osh payg'ambarlarga ishoradir. Osh payg'ambarlar deydi. Yoki avlati sabata ilmuha inda rasulullah. Yoki rasulullah bilgan payg'ambarlar demoqchi. Sen tunigan, bilgan payg'ambarlar gelmanda. Bu ikkinchi tafsir. Faddalna ba'dam ala ba'd. Biz ularning ba'zini afzal qildik deydi. Nim bilan afzal qildik desa, alohida xususiyatlarni, xislatlarni berdik ba'ziga. Payg'ambarlikdan sirt yani boshqa xususiyatlar bor edi. Vara risal degan ba'da risal demak. Demak payg'ambarlarga payg'ambarlikdan tashqari yana o'zim alohida bir alohiyligi bor. Har biri alohida turadigan bir xususiyatlar bor. Vara risal degan ba'da risala. Ana ba'da risal desa kerak tushunish mumkin. Vara risal degan ajam o'zining tilida tarjima qilib degandek. Ristibaihim fiha. Demak payg'ambarlikda hammasi o'xshash. Lekin uning har birining alohida bir alohidaliklari bor. Va ashunlarni bir-biriga qarata fazilatli bo'ladi. Kal mu'minina yastavuna fi sifatil iman. Xuddi mu'minlarmi iymon sifatida barobar. Lekin iymondan keyin undan taat ibodatda, amallarda martabalar ustun bo'lib ketadi. Mesela siddiqin va shuhada va shinama muqarrabun va sodiqin va muhsinin va. Thumma bayyana zalika biqawlihi minhum man kallama Allah. Bu bir-biridan qanday afzal qilindi desa minhum man kallama Allah. Ularning ichida Alloh taolo so'zlashganlar bor uning bilan deydi. Ay kallamahulloh mana. Hudifal aidu min asla. Minhum man kallamahu bo'lib tasla. Bu mishada ashani qaytish kerakdi. Lekin mana buni ilib tashlatdi. Ya'ni minhum man faddalahu Alloh bi an kallamahu min g'ayri safirin va huwa Musa alayhissalam. Yani ularning ichida Alloh taolo vaqtsiz so'zlashgan zotli bor. Yani kalimulloh deb xususiyatga ega bo'lgan payg'ambarim bor edi. Shundan masalan boshqa payg'ambarlarning o'shanday sifatli payg'ambarlarning bari chiqadimi? Allohning zeminni shu. Bor. Mesela Adem alayhissalom shunda so'zlashgan. Tamam. Adem alayhissalomga shunda so'zlashgan. Hamda Rasulullohning miros chiqqan chog'da shu fatadalla qala qawsayn adna fa awha ila abdihi ma awha. Demak, mushadamda bevosita so'zlashgan bo'lsin. Lekin hamda bu shu bevosita so'zlash alayda, bu shu xususiyat alayda ko'zga chiliq chiqqan zot Musa alayhissalom. Shun kalimulloh deb nom olgan. Boshqalarni so'zlashgan, lekin menda mashhur emas. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Yani ularning ba'zini bir necha darajaga, nurg'un daraja ko'taryapti deydi. Ba'dahum maf'ul awwal, darajat degani maf'ul thani, ay bi darajat, bir qancha daraja. Aw ila daraja, bir necha darajaga desak bo'ldi. Yani wa minhum man rafa'ahu ala sa'ir al-anbiya fa kana ba'da tafawutihim fi al-fadl minhum bi darajatin kathira. Yani bütün payg'ambarlarga nisbatan necha daraja yuqori qilib o'tganlar bor edi. Ma tafsirda hozir undaqda mushu bir necha daraja yuqori ko'tarib o'tgan boshqa payg'ambarlardan necha daraja yuqori qilib o'tganlar bor degani kim bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Li'annahu wal mufaddalu alayhim bi irsalihi ila al-kaffa. Chunki bu Rasulullohning xususiyatlari, alohidaliklari, fazilatlari intayin ko'p. Shuning ichida kana Rasul irsalila qawmi khas va bu'astu ila an-nas kaffa degan. Hatta ila taqalayna الإنس والجن وبأنه أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقبة إلى 1000 وأكثر وأكبرها القرآن. يعني نور غلغان معجزة berilgan zat dedi. Hatta bu mingdan eshib ketadi. Buning ichida Qur'on Karim bir mo'jiza. Demak, shu ba'duhumdan murod Muhammad sallallohu alayhi vasallam demoqchi ekan. لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر. Demak, shu mingdan ortiq mo'jizaning eng cho'ngi Qur'on Karim. Çünkü bu şu kıyamet kadar ebedi kaldığan bir mucize, devamlıçılığın. Başka mucize şu çağda kişiler köyde şöyle tükep ketken. Ve fi hadal ibham tefhimun ve beyanun ennehu l'ilmu lezi la yüştebeh. İnip demeyi, mesela derecatını ibham kıldı. Mesela dereceteyn ve salat derecat dediğin yapma, derecat, bir kançı derecat hep koydu. Bu bir kançı derecana cık derece oluşu mümkün, az derece oluşu mümkün. Ve bu şey namalum koyup koydu değil. Namalum koyup koyup nahayeti bunu çoğun bilişten ibaret, çoğun köşüşten ibaret.
Ve beyanu ennehu el-ilmu'l-lezî la yüştebeh. Bu xuddamda hech qanday ehtimollığı yok, keskin bir narsa ko'rsatishim. Masalan shuki. Yana bir qarashda Muhammad sallallohu alayhi vasallam İbrahim alayhisalom ikkalan maqsad qilgan deb. Yoki ular bilan billa ulul azmi min ar-rusul. Yani 4 payg'ambarmi ulul azmi. Yani o'g'illar shu ba'dahumni İbham keldi. Yok, Derajat ibham keldi. Derajat osma hozir ma qiyladagi tafsirda boshqa bir gap maqam. Yo'q, shu ba'dundan da ba'zidan muayyanlashtirib turibdi. Asli buni qanday qilish kerak? Abhimu ma abhamahul Qur'on. Shu bo'yicha ashunda qo'yib qo'yish kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallam maqsad qilgan desakmi, to'g'ri chiqmasin. Ulul azmi desakmi, to'g'ri chiqmasin. Ba'zi deymiz. Ba'zi deb qo'yamiz, endi chunki Alloh taolo ba'zi degandik. Va atayna Isa ibn Maryam al-bayinat. Yana Maryamning o'g'li Isoga uch mo'jizalarni berdik deydi. Masalan, o'liklarni tirildirish, Ibral akmah degan, akmah tug'ilma. Ko'zi ko'rib, keyin unda amalib qolgan bo'lsa, buni balki endi tiriliblar nima qilish mumkin? Normal. Lekin tug'ilma amani ko'radigan qilish yomon ta'sir. Tabiiyat. Tug'ilma amani saqaytirgan, kesalni saqaytirgan. Kesalmi shu? Hozirgi tibbiy taraqqiyotmi gacha davolamaydigan bir kasal. Kesalni davolash mo'jizasini berdik. Va g'ayri dalik. Uningdan boshqa nurg'un mo'jizalarni. Va ayyadna bi ruhul qudus. Uni ruhul qudus bilan kuchlantirdik. Ruhul qudusning kimisi Jibril alayhisalom deyish mumkin yoki Injil. Ruhul qudus degani burun Jibril degani shuni kuchlantirganmiz. Yana Rasululloh hasan sabiqi uhjuhum va ruhul qudus ma'ak dedi. Yani Jibril ma'ak deb rivoyat bor. Shuni Jibril degan fikrak jallo. Walau sha'allohu maqtatadal ladina min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Navada Allah Taala xalqan bo'lsa, ulardan keyin kelganlar urushan dalillar, mo'jizalarni ko'rgandan keyin o'zaro unda urushib ketmagan bo'ladi deydi. Ya'ni ixtiloflashib, jiddallashmagan bo'ladi. Bayinat al-mu'jizatuz zohirat. Walakin ixtalafu. Lekin Alloh taolo bunda ixtiloflashni xolidi deydi. Mishan fa'l salah al aslah masalasi kelib chiqdi. Ya'ni Alloh xalqan bo'lsa, bular unda ixtiloflashmagan, jiddallashib urushib ketmagan, necha firqa bo'lingan bo'ladi. Lekin Alloh taolo bunda bo'lishini xolidi deydi. Demak, ixtiloflashdi deydi. Ixtiloflashdigan bu Alloh taolo xohlamasmi, ular ixtiloflashib Alloh taoloning irodasi mag'lub bo'lib ketgan bo'lamda, ya Alloh taolo bunda ixtiloflashni xolidi deydi. Li hikma ya'lamuha subhanahu. Ular ixtiloflashdi, ya'ni mening irodam bilan, xolishim bilan ixtiloflashdi. ثم بين الاختلاف فقال فمنهم من امن ومنهم من كفر. Mana ondan ash ixtilof ahvolini bayon qildi. Qanday ixtiloflashibdi? Bir qismi mu'min bo'ldi, bir qismi kafir bo'ldi. Demak, anda bo'lgandan bu ikki iymon kufr o'tir nima bo'ladi? Jang bo'ladi shu. Ixtilof degan ya'ni shu jang ixtilofdan ondan kelib chiqadi. Mesela ajnimada urushdigi, Talut masalan. Payg'ambarlar ham masalan shunda ixtiloflashib tutishgan. Bandlarga xos yaxshisini arad qilmaydi. Yamanlıqın dörati qıldı desem tutkanmi? Yo'q, bu yamanlık hozir, asiga yamanlık bo'lishi mumkin, lekin umum aytgan chaqda, bu insoniyatning bu dunyoning foydaligi bor buningda. Ya'ni u umumliqda desalda yoki qaramaydi degan gap chiqdi. Ya shu hikmat degan mazmun shu. Masalan, ba'zilar meyit tug'ilishi mumkin, ba'zi kasal bo'lib qoladi. Unda Alloh taolo uning nisbatan salohni, yaxshilikni iroda qilish kerak deb, hammadan saq, hammadan chiroyli, shunda qavul, shunda obdan tug'ilib, shunda yashab o'sdi. Lekin ba'zi kasal qildi, ba'zi sat bo'ladi, ba'zi meyit bo'lib qoladi, nima? Lekin boshqalar hammasi insoniyat, andin umum insoniyat uchun foyda bor. Lekin shunda Alloh taolo hikmati shuni taqozo qilgan. Ya'ni Alloh taolo xolidi buni. Xalqanda bo'lgan gap. Alloh taolo xohlagan narsa u o'zligidan unda bo'lib qolmaydi. Yani Allah Taala hammani bir xil diyonatda qilg'isi bor ekan, lekin bu insonlar Alloh taoloning irodasiga xilof holatda endi bo'libdi. Unda shunday. Demak, mushada imtihon dunyosi. Maqsad mushada sinaq. Sinaq bo'lgan ekan, bu kishilarning yaxshi yomonligi, obdonligi, masalan, chiroyli yaratilganlar, ko'ranglab, satni haqoratlagan bo'lsa, u maydonda isbotlangan. Demak, meyit tug'ilganlar Alloh taologa masalan norozilik bilan onda qarasa umum maydonda isbotlangan gap. O'sha maydon shunda bir sinov dunyosi bo'lg'achqa Alloh taolaning irodasi shunda bo'lgan. Sizga Alloh taolaning irodasi bo'lsa? Albatta. Demak, bu ikki guruh bo'lib ketib, endi urushishlarmi Alloh taolaning irodasi bilan bo'ldi. Yaqulu ajraytu umur rusuli alada. Men payg'ambarlarimning ishlarini mush qonuniyat ustida mang'uzdim deydi. Ay lam yajtama li ahadin minhum ta'atu jami' ummatihi fi hayatihi. Har qanday payg'ambarga
bütün kavminin hammasidagidek yüz ergeçke bunda ahval yok. Ülep ketkendan keyin yüzünde ergeçke ahval yok. Çokum bunun içinden biri görüp anda usal olap çıkıdı o. Balık tarafı alayhi fe minhum men amana ve minhum men kafar. Ve lev şa'allahu maqtatalun. Yani taklif koyardı. Ne var? Allah Teala xalqan bolsa, unda urushib ketmagan bo'ladi dedi. Karrarahu lit-ta'kid mana. Qayta atadin taklif qo'ydi. Ay law shi'tu an la yaqtatilu lam yaqtatilu. Agar men ularning urushmasligini xalqan bo'lsam urushmaydi. Chunki mening mulkimda faqat mening xohishim, irodamga udul keladigan ishlarlar bo'ladi. Va hada yubtulu qawlal mu'tazila. Mana mu'tazilaninki shu prinsipini bekor qilib turmaydi. Ya'ni akhbara annahu law sha'a an la yaqtatilu lam yaqtatilu. Alloh taolo bunda xabar berdi. Agar men urushni xohlamagan bo'lsam urushmaydi, lekin men xohladim. Va hum yaquluna sha'a an la yaqtatilu. Ana mu'tazila deydi, Alloh taolo urushmuson deb bunda xohlagan, lekin uni urushgan. Demak, as-salah val aslah bo'yicha ta'liq qilgan gap. Valakinalloh yaf'alu ma yurid. Bu bir xil ta'kid. Alloh taolo xolig'ini qildi. Sana nisbatan bu inson ziyonliq bo'lsa, Alloh taolo xolis qiladi. Buni Alloh taolo sen tushunmaydigan Alloh taoloning boshqa hikmatlari. Urushtirib, odamlarga bir jazolashni bu Allohning irodasi deb tushunadi. Allohning irodasi. Mu'tazilaning asas prinsipi aqlning demak, endi urushtirmasa shahidlar nereden kelib chiqadi? Yani Alloh taolo uchun jinini, melini fidokorga o'zini qurbon qilgan odam qanday isbotlanadi? Hammasi yo'q, men urushib olgan bo'lsa, men shahid bo'ldim buni. Hamma butun melimni sarf qildim deb o'zini qahramon qilib ko'rsatdi. Lekin amaliyotda sinalgan chaqda 80 mingdan 310 chiqib 310 ning ichida mutaha netisida bu yangi ketimiz va deb toza muqammaydigan bo'lib qoldi. Şuna urush olmasa general çıkmaydı. Şehit olmaydı. Gazi çıkmaydı. Mukofotlash uchun, men uchun jazolash orqali mukofotlash. Demak, ashunda yaxshilarning yaxshiligi maydonga chiqsin. Sehilarning sehiligi, mujohidning ashi bardashtligi, chidamligi haqiqiy isbotlansin. Qarshi tarafning ma shunda lakatligi, nacharligi, qisqaligi, qo'rqinchoqligi, tuzkorligi isbotlansin. Alloh taolaning adolatini taqozosi bo'yicha bir jinoyatni Alloh taolo o'zining bilishi bo'yicha jazolat etmay, masalan, birisi unda nacharlik qildi ekan. Alloh taolo buni bilgan birini tatib. Lekin ashini rasmiy qilgandan keyin unda isbotlanadi. Va qonunda bu shunda hozir. Birisi falonni o'ttirma, men bunda planlab o'tmoqchi deb buni planlab cho'qim o'ttirgan desam, uni bilan qotil undan jazo berilmaydi. O'tgan chaqda uni qotil deydi. Alloh taoloning adolatini jinoyatni qilgandan keyin andin jinoyat nimasiga, andin jazolash adalati shuni taqozo qilgan. Demak, bu yerda irodani o'zga isbotladi. Mana ahli sunnaning mazhabi shu. Ya'ni yaf'alu ma yurid, fa'alun lima yurid. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ey mu'minlar, sizga biz rizq bergan narsadan sarf qilinglar dedi. Ya rizq bergan narsa hamma narsa shu. Ilmmi rizq, pulmi rizq, vaqtmi rizq, hammasi kuch-quvvatmi rizq bo'lgan ekan, ashuni xizlanlar. Kuch-quvvat odam kuch-quvvatini sarf qilish kerak. Pul mol odam pul molni, ilm odam ilmni Alloh yo'lida sarf qilinglar dedi. Va jihadda Alloh yo'lida jihad qilishda dedi. Yoki har qanday sadaqa shaklida vacib bo'lsin, mandub bo'lsin, shu tariqada sarf qilinglar dedi. Min qabla ayatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. So'z setiq yo'q, do'st birodarlikmi yo'q, shafaat qilib tilib olishmi yo'q, bir kun kelishdan ilgari sarf qilib olinglar. Ay min qabla an yatiya yawmun la taqdirun fihi ala tadaruku ma fatakum min al-infaq. Chunki hajlimay qag'alliq ma chatqinlarni g'ach o'ngishib oldigan fursat kelmaydi demakchi. Ash kunda fursat kelmaydi. Qiyomat kelib qolsa bo'ldi, fursat yo'q. Ya'ni la bay'a fihi hatta tabta'u ma tunfiqun. Vaqtidan masalan manchtaga buğday elib kambag'alliga sadiq qilib o'tay desangmi, yo manda qishliq chapan elib ko'ma elib to'ngab qolganlarga sarf qilay desangmi, o'cha ilm satim bo'lmagan ekan. U ishni qilolmaydigan holat kelib qolsa qiyomat kunida. Shu sadiq bo'lmagan. Aldiranlar demakchi. Wala xullan. Hatta o kunda do'st birodarlikmi yo'q. Do'st birodarlar yuz xotirsa, ama falan bilan tanishdim, birin bir bunda yaxshilik qilgan, ag'in birodarchiligimiz vardi. Shu yuzni qilib bunda qilibdi deydigan ahvol yo'q deydi. Wala shafa'a, tilib olishmi yo'q deydi. Tilib olishmi yo'q. Niyadan de lil kafirin deb shafaat degani shu kafirlar yo'q deydi. Lekin mu'minlarga shafaat bor deydi. Chunki Rasululloh shafaat qiladigan
Bu qo'limga ota-ona shafaat qilgan, qarilar boshqa shafaat qilgan endi bir nima bordi. Lekin mu'minlar qarta shafaat qiladi. Amanda peshida iman gaptirganda xitob qildim edi shafaatni. Demak, siz shu pulni sarf qilmay, kafirlardek ishni qilmanglar. Kafirlarga u kunda shafaat yo'q demakchi. Bu bir tafsir hozir. Fa'ammal mu'minuna falahum shafa'a. Yani mu'minlarga shafaat qilish bor. Yoki illa bi iznihi. Mu'minlarga shafaat qilish yo'q, ha? Yo'q, faqatla Allah izni qilsa undan liman adina lahur rahman va qala sawaba. Ijozat qilganlar shafaat qiladi, undan boshqa tonish bo'lsangiz hamma shafaat qilmaydigan ko'yin demakchi. Val kafiruna humuz zalimun. Kafirlar zolimdir deydi. Yani val kafiruna humuz zalimun degan so'z hozir bir jumla. Al jumla ma'tufa ala mahzuf deydi. Yani vav mishada vav bilan kelib qoldi. Bu nimaga atf qilindi degan bir savol keldi. معطوف على محذوف deymiz. Taqdiruhu fal mu'minun mufun vel kafirun humuz zalimun degan. Yani mu'minlar ashunda zulm qilmay, o'zini qutqizgan bo'ladi, iymonga sodiq bo'lgan bo'ladi, kafirlar bo'lsa zulm qilganlardir degan ma'noda. Vel kafirun humuz zalimun deganmish. Kufr so'zi hozir kimga qaratildi? Faqat lam Alloh yo'lida bir narsa sarf qilib taqmagan qaratildi. Bu so'zni ishlatdi hozir. Xatarlik yapma. Yani aşı fakat Allah yolda Allah bergen narsini sarf qilmay turgan odamni kafir dedi hozir. Nima bu? Taglizan. Yani aşının işini kafirning ishiga o'xshatishdan iborat. Yani bu kafir qilganda qiliqni qilganlik ma'u degan. Vel kafirun humuz zalimun anfusahum bi tarki at-taqdim li yawm hajatin. Demak, ular aşı salih amallarga muhtoj bo'lgan kun uchun yaxshi amallarni qilib oldin mang'uzatmay o'zlariga zulm qilib qolganlardir dedi. Avul kafirun bi hadal yawm humuz zalimun. Yakin mush kunga tanganlar zulm qiluvchilardir degan. Hamda Makki ve Basri. Makki qariylari, Basra qariylari nima deb o'qitdi? La bay'a fihi va la xullata va la shafa'ata deb o'qitdi. Mesela Makki qariylaridan kimlar? Ibn Kasir, Basra qariylaridan Yaqub degandek. Yani alal asla la bay'a fi nafiya. Manda asli qoida bo'yicha o'qitdi bu. Lekin ma'vo la bay'un va la shafa'atun va la xullatun degan ma'vo xuddi masalan u kunda bay' bamo al bay'un fihi la bay'un fihi. Yamanda bir xil so'ralgandek savolga loyiq javob bergandek tariqada kelgan. Lekin asli qoida la bay'a fihi va la shafa'a munda. Yakimda shafaat mutlaq emas deb shunga shafaata demay shafaatun deb o'qigan bo'lishi mumkin. Chunki shafaatning hammasi yo'q deyilmaydi. Bir qismi bor. Allahu la ilaha illa huwa. Allah shunda zotki uningdan boshqa iloh yo'qdir deydi. La ma ismihi va xabarihi va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi'ir raf xabar al-mubtada va Allah. Allah hazir mubtada. La ilaha illa huwa mushilla. Uning ismi ilaha. Uning xabari illa huwa masalan. Mushla hammasi va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi'ir raf xabar al-mubtada. Va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi'ir raf degan nima bo'ldi? Illa huwa degan. Huwa mishada bedel degandek ha. Demak, la ilaha illa huwa hammasi bir bo'lib nima bo'ldi ekan? Mubtadaning xabari. Mubtada qaysi? Allah. Allah shunda zotdirki, la ilaha illa huwa. Uningdan boshqa zot bo'lmagan Allohdir dedi. Huwa degan sifat yo'q uni. Bu damir o. Huwa degan. Tafsirda biz yana tasavvurni bir tafsir huwani tafsir etgan Allohning sifatini nisbatlagan Ibn Arabiy degan bo'ladi. Allah Taala o'zini sifatlamagan yoki o'zini atimiga ismini Allah Taala qo'yvasa qilmaydi. Asma tavqifiyya. Nonki masalan silinmasdan falanahum deb dadlari atiga ismini ishlatmay boshqa ism bilan chaqirsin ochiqlar kelganda Allah Taala o'zi qo'ymagan ismini qo'yvasa, Allah Taala ismini deyvasa bo'lmaydi. Va ma udla min mawdi'i degan shu huwa deganni maqsad qilgan gap. Allah ya'ni huwa demakchi. Shunaqmi? Va ma udla min mawdi'ihi fi mawdi'ir raf. Huwa degani Allah qaytadi. La ilaha illalloh degandekmish, ha? Allah'ın xuddi shu bedelga o'xshash bu. Mush damir hozir Allah'ın bedelga o'xshash. Mushula yani la ilaha illalloh hammasi fi mahall raf' deyilganmiz. Allah degan dastlabki lafzul jaloldan bedellash. La ilaha ma ilaha degan ism soldir alimki. Shu uningdan bedel o'g'ini huwa ikkiz bir bo'lib xabar lafzul jaloldir. Demak la degan nafiya ama ilah degani ismi u. Endi illahu degan xabar u. Endi mush la ismi xabari hammasi bir bo'lib
Allah lafz-i cemalının haberi deydi. Ve ma ubdilal min mevdahi. La ilahe illallah'ın hemmesi Allah'ın bedel desek mi buldu? Huwa degene ve ma ubdilal min mevdahi degen şunun neresinden huwa bedel. Şu Allah'ın bedel. Mubdel minhu. Ya şu Allah şu huve şu anda. Ha? Şimdi bedel demek için. La ilahe mevcudun illahu. La ilahe cinsinin ismisi ilahe. Mesela ilahe ismi de illa huve fi mevda haber desek bu munda. Şunda koşulup bemrisi Rab mahalleden haberdur diyen gap. Rabbi mahalleden haber diyen. Ya kıldı mesela Allah kebirun diyen deymiş. Ayrı la ilahe illallah'ın kebirinin orunu koyup bakınlar. Allah kebir diyen deymiş. Allah'ın muşunda demek çağırdı. Ve ayrı bir mubtada haber şeklinde keltüdü bunu. Eğer la ile başlasan bu munda la isma habara munda kayan buldu. Diyen müşahede Allah Teala'nın ne oldu? Muş yalnız Allah'ın lam hak mabud. Onun başka hiç kanda ilahlık sıfatı var. İlahlık layık bir naz yokluğunu ispatlamak çağırdı. En-nefi vel istisna nima? Kat müşahede Allah Teala'nın yalnız müşahede ispatlaştığı ibaret. Demek Allah mubtada la ilahe illallah haber fi mevda raf. El-hayyu el-baqi ellezî la sebîle aleyhi lil-fena. Hay degan nima? Hayat degan ibarat ise bu fanilikka hech qanday ehtimol yo'q. Fanilikni qabul qilmaydigan baqi mangu qapqag'uchi degan ma'noda. Demak, hay hozir ash Allohning sifati. Al-qayyum bu siyg'ati mubolag'a lil qiyam. Qiyamdan siyg'ati mubolag'a. Ad-daimul qiyam bi tadbiril xalqi va hifzi. Ya'ni butun mahluqotlarni muhofazat qilib, asrab, tavailib, beqib turadigan demakchi. Davomli qanday beqib turguchi degan, parvish qilib turguchi. La ta'khuduhu sinatun. Yani Allah Teala onunğa hiç bir mügdeşma kaptanmaydı yoki mügi basmaydı degan. Ta'khudu degan müşahada, taglibu degan ma'no. Aqza azizim muqtadir deymiz-ku. Yani mügi besib qolmaydi, mügdeş besib olmaydi o ne demek? Yani bu şu qayyumlikninki bayoni bu şu tafsiri. Çünkü bu mügdeş basilgan ya uxlab qolgan bo'lsa qayyum bo'lmaydi. Davomliq sagak zada shunda xavalib turadigan zot demekçi. Endi hayot desa, al-hayy desa, Allah Teala'nın o'ziga loyiq bir xil hayot. Shunda fanilik yo'q, davomliq bo'lib turadigan bir zot demekçi. Bizning hayotimizda bunda o'zgarib turadigan hayot emas. Ya'ni sina degan nuas, wasna yak sina degan shu mügdeş. Ve huma yetaqaddamun nawma min al-futur. Ana uxlashdan ilgari bunda bo'shab qolamizga mügdeyen chog'i. Shu deydi. Va la nawm, yani mügdeşmi besib olmaydi, uyqum besib olmaydi ne deydi. Anil mufaddali, biz mufaddalni nahvshunos, qira'atshunos, olim degan to'q. Bu Asimninki şagirti. El-adibun nahviyyil lugawi, al-mufaddal ibn Muhammad ad-Dabbi. Asimninki cho'ng shogirdlarining birisi. Asimdan qiraat o'rgangan, Hafsga o'xshash, Hafs bilan saboqlash bu. Qiraatni o'rgatgan shu o'z vaqtida. 168-yili vafot bo'lgan. Kitab-ul ixtiyorat, Kitab-ul ma'ani-shar, Kitab-ul amthal, Kitab-ul urud, Kitab-ul alfaz degan unda kitoblar bor. Bu shu qariyin demoqchi hozir, mufaddal degan. Ya o gap quruq gap bu. Nimada yazgadim zal xato yazib 243-yilda bilib ketganda bu Asimning shogirdi turib qanday 243-yilda. Ya meyada bu kitobda Asimning shogirdi degan gap bo'lmagan ekan, bu mufaddal ismli bir odam teplam to'kib qo'yibdi bas. Degan mufaddal o'shada shu qarilarning birisi bu. Hafs bilan saboqlash. Asimdan Mufaddal ibn Muhammad ad-Dabbi bu 168-yilda vafot bo'lgan shu Imom Abu Hanifaning zamonidagi bir qari bu. Nahvichi ham qirashu burun endi qarilan bilab u nahvlan qari yo'q. Ya nahvshunosdan qiraatlan qari yo'q, bunda bo'lmaydi. Ham qiraat-shunos, nahvshunos, imamun fil arabiyya, unda bo'ldi. Mush kasai, musulmon ham shunda. Ham qari, ham nahvshunos, ham sarfshunosmi shu. Demak bu nayt daniq lug'atshunos olim bu. Lug'atshunos olim bo'lg'achqa lug'atning gapini qilyotadi. Sina degan nima, nom degan nima, ma'ni ta'rifini qilyotadi. Yani qiraat vosita yo'q bu sinatunni, vasnatun deb o'qiydiq, bunda deydi qiraat ilmi bo'lsa. Lug'atning gapini qilyotadi. As-sina siqalun fil ra's. Bu sina degan bunda beshi egilishib, beshi tushib ketganligini bildirdi deydi. Endi va nu'asu fil ayn. Endi ma nu'as nima ekan? Sina bilan nu'asni farq etibdi bu. Ikkisi bir gap emas. Sina degan beshi egilishib, beshi tushib ketishga iborat. Nu'as degan ko'zning unda yumilib ketishini bildirdi deydi. Va nawmu fil qalb. Uxlash degan qalbi, o'chadi aql idroki asta ketib qoladi. Deb u hammaning o'rnini bekitibdi.
seni degan kallada, nuas degan ko'zda, nom degan qalbda bo'ldi. Va huwa ta'kidun lil qayyum. La ta'khudhu sinatu va la nom degan qayyumiyaninki ta'kidlanishi. Demak, faqat uxlab qolmaydigan, mugib besmi qolmaydigan zot bu. Shunda holatda hamma mahluqni parvish qilib, tadbir qilib turdi demoqchi. Lianna man jaza alayhi dalik, chunki ashuna mugib besib qoldigan, uxlab qoldigan bir zot bo'lib qolsin bo'lsa, tahalla yakuna qayyuman. Qayyum bo'lmaydi. Masalan, muhofazat qilgan bizdan qo'g'daydigan odam uxlab qolsa qanday qildi? O'g'irchirdi. Va qad awha ila Musa alayhisalam qul li haula inni umsiku as-samawati wal arda bi qudrati. Ana ma va Isroiliyat yoki nima degan bo'lishi mumkin, asarlarda kelgan bo'lishi mumkin. Musa alayhisalom unda vahiy qildi dedi. Shularga aytqinki, men osmonlarni va zaminni qudratim bilan tutib turaman. Agar meni shunda uyqu besib ya mugi besib qoldigan bo'lsa, osmon zamin darhol o'rnidan o'tkir ketgan bo'ladi degandek, yoki yo'qolib ketgan bo'ladi degan. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Bütün osmonlardagi va zamindagi narsaning hammasi shu Alloh uchun, Allohning mulkidir deydi. Ya'ni milkan va mulkan. Milk bilan mulkning farqi bor demakchi. Mulk bo'lsa mol mulk degandek bo'ldi. Mulk degan mol mulk degandek bo'ldi. Milk degan yolg'iz o'zidan tasarruf qila oladigan degan bo'ldi. Demak, osmonlar va zamin ichidagi narsaning hammasi Allohning mulki. Ham Alloh o'zidan tasarruf qila oladi buningda. Yani şu çağda tasarruf qilish huquq kimda degan. Tasarruf qilish yani mulk degan. Lekin milk bo'lsa infirad tasarruf. Al-infirad fi tasarruf. Ikisining farqi shu. Mulk bo'lsa tasarruf qilish, lekin milk bo'lsa infirad fi tasarruf. Yani mallam tasarruf qila olmaydi degan bo'ldi. Demak, mishada mulk hozir tasarruf va tamalluk degan bo'ldi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni. Uning ijozatisiz uning huzurida shafaat qilib tilib oladigan kim bu dedi. Kim bu? Qanday odam bu? Kim uning huzurida uning ijozatisiz birisini tilib oladi, shafaat qila oladi? Kim bu? Dedim yok, mümkün emas dedi. Men zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayda'ifahu lahu adafan katira degan qo'shim. Yani buni uning huzurida hech kim ijozatsiz unda shafaat qilolmaydi deb qo'ysa bo'lmaydi. Kim bu derdilar? Yani unda adam yo'q hozir. Fam inkarima. Hech kim yo'q deganman. Laysa li ahadin an yashfa'a indahu illa bi idnihi. Uning huzurida uning ijozatsiz shafaat qilish hech kimning huquqi emas. Yani istifhamun inkari va huwa bayanun li malakutihi va kibriyaihi. Yani bu hozir Alloh taolaning mulkining kattaligini va naatda o'zining cho'ngchiligini bildiradigan bir jumla ma. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni. Demak, bu Allohning huzurida hech kim g'iribidan qilib ya bilsin tilvilay deb Allohning ijozasiz ketinolmaydi uning g'ari. Wa anna ahadan la yatamalaku an yatakallama yawm al-qiyamah illa idha adina lahu fil kalam. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlashga ijozat bersa so'zlaydi. Bo'lmasa ijozat olmagan taqdirda so'zlashga unda jur'at qilolmaydi, ham huquq yetmaydi dedi. Shafaat qilish qiyomat kuni bo'ladi. Shafaat shu Alloh taolaning huzurida qiyomat kuni yoki shu mavaqif, shu qiyomatning nech bosqichlarida shafaat qiladi. Lekin va dunyoda duo qilib qo'ysa balki shafaat bo'lishi mumkin. Ey Allohim, bendan bu xatolik qilib mag'firat qilgan, bizahril g'ayb duo qilib qo'ysa, bu bir xil shafaat qilish iborat. Yoki Alloh taolaga ochida unda tililish yo'q dunyoda. Faqat shu duo qilib qo'yish. Kabiratni shafaatlar qilish mushriklarga shafaat qo'yish. Shafaat qilish. Kim kimdan tilaydi hozir? Musulmon mushrikqa Allohning shafaat qilish. O'zi shafaat qilyapti. Ibodatdan o'zi tog'usi shafaat qilish. U burunqa to'sashda ilgari kelgan. To'sqandan keyin o'cha cheklangan. Ma kana istighfaru Ibrohim li abi la an maw'idatin wa'da'iyya falamma tabayyana lahu. Bura Allah Taala va'da qilg'achqa shunday qilgan, lekin odatda istig'for mag'firat tilash bo'lmaydi. Alloh taolomda bu shafaat qilishimizni payg'ambarga kofirlarga qarata bergan, shu mu'minlarga qarata bergan. Oxirat shafaat qilish do'zax o'tidan tilib jannatga chiqsa ekan deyishdan iborat. Ham chunki shafaat hozir, bu shafaat hozir do'zax o'tidan tilishdan iborat. Hozir qiyomatning gapi ma. Indahu degan nima bo'ldi? Allohning huzurida ratidir. Demak, bu dunyoda unda emas. Dunyoda unda bizga tilvas bo'lishi mumkin, lekin aqamda oqmamni shafaat u bizga. Va fihi raddun li zamil kuffar anna al-asnam tashfa'u lahum. Mana mishada mushriklar, ajbutlar va kazalar bizga shafaat qildi deb qaragan mushqarishiga, muddaasiga raddiya var edi. Butunlar shafaat qilmaydi.
Ya'lamu ma bayna aydihim ve ma khalfahum. Bu Allah Teala'nın ona kuch qudratini bayon qilyapti. Ularning oldidagi va keyindagi hamma narsani bilib turdi dedi. Ya'lamu degan bilib turdi demakchi. Ma kana qablahum. Demak bu yerda ma bayna aydihim deganni ulardan ilgirikisini keyingisini deb taqdi. Va damiru lima fis samawati vel ard li anna fihim al uqla. Eydihim halfahum dedi. Hum degan damirni keldi-ku. Mush damir hozir osmonlar va zimindagi aqllarga qaratilgan. Shu osmonlar zimindagi insonlarning oldidagi keyindagini hamma bilib turdi demakchi. Yoki tagliban desak bo'ldi. Tagliban mumkin. Yoki shu osmon zimindagi eng ko'rinib turgan muhim maxluq qolsa inson bo'lg'achqa shuni demakchi edi. ولا يحيطون بشيء من علمه. Yani Allah ularning oldikani akchorisga hammasini bilib turdi, lekin ular Alloh taolaning ilmidan hech nimani unda atrofliq bilib bo'lmaydi dedi. Ya'ni ilmihi mishadi, ma'lumihi. Bir şey degan na'il taqlid. Hech narsani bilmaydi dedi. Yuqalu fi duo Allohumma ighfir ilmaka fina. Duoda bunda duo qilishar edi. Bizning haqqimizda sen bilgan jinoyatni mag'firat qilaver deganda bunda ilmaka fina degani ma'lumaka fina demakchi. Illa bima sha. Faqat Allah ashularning bilishini xohlagan narsani undan ular bilalaydi. Yani illa bima allama deymiz. Maktabda xato yozib qo'yibdi. Illa bima allima deb qo'yibdi. Illa bima allamahu demakchi. Alloh taolo inson bildigan narsani undan bilalaydi. Yoki bilishini xohlagan narsani bilalaydi. Wasi'a kursiyus samawati vel ard. Allah Teala'nın kursisi osmonlar va zaminga keng bo'ldi deydi. Yani kursiyu deganni ilmi deb ta'wil qildi. Nima uchunsa bu tejsim bo'lib qolmasin deb kursi o'rniga bu o'rindiq deb qarsak, bu bir o'rinda hiyazini bildirdi. Undan keyin bu jihat bo'ldi, muayyan jismi bo'ldi, ya'ni mujassamlashtirishdan iborat bir chataq narsaga hisoblanamiz deb bu xalaflar hozir ta'wil qilib ilmuhu demoqchi. Va minhu al-kurrasa. Kurras degan daftar. Nima uchun kurrasa? Li tadammunha al-ilm. Karasa degan jamoa degan ma'no, asli moddasi shu. Ilmni jamlab turgan narsani kurrasa deb atalgan. Yani bu karasi degancha o'rindiqlar degani xuddi ulamolar degandek. Nima uchun hamda ilm bunda kursi deb ataldi desa, tasmiya bi makanilladhi huwa kursiyul alimi. Xuddi alim o'tirgan o'rindiqning nomini atash orqali biz ilmni maqsad qilgandek bu majaz, majaz mursal hisobida mahalliyya degandek, aloqatu al-mahalliyya degandek menda ataldi deb ba'zi xalaf hozir o'zining ta'wil qilishiga unda bana ko'rsatdi hozir. وهو كقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خدمة ما آياتنا دليل كوسته. يعني علمن هم ناس كان تشاول كتير رحمة علمن هم ناس قبل كتير مش. يعني ما آيات ما onun ilmi bütün asmallarını ziminne kaplap kettir yandek mandarı. Yani ikinci tevil nima mulkuhu debdi. İkinci tevil onun mülki asman ziminne hemmini korşap tuğan kaplagan demek çekin. Yani vesi'a mulkuhu es-semavati vel ardı demek. Tasmiye bi mekanilladhi ve kursiyul malik. Padişahın taxtı olgan diken, onun taxtı kaplagan dese yani padişahlıqın şu mülk kaplagan demekçi değil. Bu mecaz mursalda ta'wil qilganlikdan iborat. Yoki uni arshi debdi. Aw arshuhu kaza anil Hasan. Hasan al-Basri kursiyu degan arshuhu deb nomaqdi. Aw sarirun dunal arsh. Yoki bu arshdan tuvan turadigan bir karvatdek, o'rindiqdek, sapa deymiz biz. Bunda bo'lishi mumkin dedi. Bu bir xil tafsir. وفي الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلات. يتقط أسمان كرسيه نسبة etkan çağda xuddi bir çöl bayavanga tashlanib qolgan bir halqadek quloq soldi halqa bo'lishi mumkin. Bu shunchalik bir narsa. Yani kursini katta bir jism demoqchi men. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. Bu kursi shunda cho'ng narsa ekan. Endi arsh bilan kursining bir-biriga qarata cho'ngishganda desa, xuddi bir cho'l bayon arsh bo'lsa, bu kursi bir halqadek. Demak, osmon zamin qarata bu kursi shunda cho'ng, kursiga nisbatan arsh shunda cho'ng. Bu bir xil asar kanında. Buna İbn Cerir rivayet qilgan bo'lsa. Ana İbn Cerir rivayet qilgan, ya Bagavi Masabih Sunnada rivayet qilgan ekan. Darajasi qanday ekan? Ev kudratu, yani bir ta'wil mana. Yani Allah Teala'nın kudreti asmanlarni va zaminni qaplab ketgan demakchi. Bidali qavlihi va la yauduhu. Yani kudreti degandikan, yani hozir oqidan kudreti deganning bir dalili bor. Mushunda ta'wil qilishning dalili bor. Uning dalili nima?
وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا yani osmonlarni va ziminni saqlash Alloh taoloning ig'ir kep qolmaydi deganki qudratli zot ekan degan bir ma'no chiqadi. Shundan oldiq bu qudrat degan ta'vilni demakchi. Lekin shu ta'villarning hammasi ilib aytsak nimadan iborat bu? Yani bu gapni bunda misol qilib ko'rsatishdan iborat. Yani Alloh taolo shunda ulug'ki, ulug' bo'lg'achqa shunda osmon ziminlarni butunlay to'liq qoplab turdi, egilib turdi. Demakchi asl maqsad shu deydim. Bu ta'vil qilganlar shunda demakchi. Bu bir xil tamsil demakchi. Lekin amaliyotda kursi yo'q deydi bular. Kursi degan narsa yo'q. Lekin bunda misol qilib sen zehningga shu ulug'liq nimasini bunda yetkazib bermoqchi. Sen bildigan kursi, sen ko'rib turayotgan narsani misol qilib tushuntirib beryotdi. Chunki ma'no murakkab ma'no bo'lgan ekan, sen aqling yetmaydigan bir holat bo'lgan ekan, buni sen aqling yetgan narsaning misol urish orqali tushuntirib beryotdi demakchi. Amaliyotda kursi yo'q deydi. Kursi yo'q, o'tdag'ich yo'q, o'tirashmi yo'q deydi. Demak, bu xalaflardan Ash'arilar demak, xalaflardan ko'pchilik 90% olimlar shunda deydi. Yani ta'vil qilamiz deydi. Bu nima debari bir xil tamsil. Amaliyot kursi yo'q, o'tirash yo'q, o'tdag'ich yo'q bu yerda. Bu bunda zehniga taqrib qilib bergan narsa. Lekin endi bu yerda salafning aqidasi shu, kursi degan bu arshning oldidagi bir jism bu. İsmi kursi. Yani kursi bizning kallamizga bunday kursilar bo'lmasin, Alloh taolo zotiga loyiq bir kursi bo'lishi mumkin. Bu endi muhit bis samawati sab'a wal ardina. Yani al kursi sabitun bil akhbar as-sahiha. Sayyidlarda kursi degan so'z kelgan. Qur'on Karimda keldi-ku mana. Hamda yo'q buni kursi desak bu jism degan gap bo'lib qoldi, mujassim bo'lib qoldi deb andishi bor buning. Lekin bu andishga biz parvo qilmaymiz deb. Agar parvo qilib hamda yo'q buni inkor qilamiz, mujassim bo'lib qoldi, biz mujassim bo'lib qoldik desak, sifatning nur buni biz inkor qilishimiz kerak. Ma'noda mujassim. Lekin bu bunday emas. Kursi degan narsa bor. Lekin haqiqatini biz uni uqmaymiz. Nufawwid amraha ilalloh deymiz. Yoki bu Alloh taolo shu mutashabihat dedigan, shu mutashabihatning ichidagi bir oyat bo'lishi mumkin deymiz. Endi salaflarda nima qilsa balki ba'zilar kursi degan bor, o'sha bizning o'sha nima qilganda bunda bir kursi degan undan cho'ngroq bo'lishi mumkin dedi. Bu endi bu tajsimda bir narsa kelib chiqdi. Lekin salafning aqidasi shu, kursi degan bir xabar keldi. Kursi bor deb ishonamiz, lekin bu kursining haqiqati qanchalik, qanday darajada, qanday shaklda biz uni Alloh taologa topshiramiz. Lekin salafning ichida unda ta'vil qilganlar bor aslida. Lekin ko'pchiligi mana tafvid qarashadi. Al-kayfu majhul wal istiwa'u ma'lum wa su'al anhu bid'ah degan. Masalan Imom Ibn Taymiyyadan unda rivoyat kelgan. Minbarda o'tirib mana istivo Allohchi mana shu o'ttaganda bunda o'ttagan mana. Deb o'qib shuna Imom Ibn Taymiyyani bu mujassima qatoridan deb qirg'anlar bor. Bu hamda Rasul mumkin, Tomat bo'lishi ya boshqa o'zgarib ketgan rivoyat bo'lishi mumkin. Yoki Ibn Taymiyyaga mansub qilingan unda ahvol bor. Demak, salafning e'tiqodi, salaf xalaf bilan bunda ayrilgan ish yo'q. Salaflarning ichida ham ta'vil qilganlar bor, lekin az bir qismi ta'vil qilgan. Ko'p qismi tafvid qilgan. Ya'ni al-isbat summa tafvid. Isbat qilib, ondan o'xshatsa o'cha chataq. Ya'ni qo'li bor deb bizning qo'limizga o'xshash desa chataq. Qo'li bor desa qo'li bor. Lekin qanday qo'l? Vallohu a'lam. ولا يؤوده yani uni ig'irlashtirib atmaydi, igib etmaydi degandek, ada degan agir bo'ldi deganda. Uni agir qilib qo'ymaydi deganda, ig'ir basqan deganda igilib qoladi-ku. Demak, uning mo'risini unda igib qo'ymaydi degandek endi. Ya Alloh taolaga ig'i kelmaydi degan ma'noda. Hifzuma osmonlarni va zimin ashkinasini saqlash deydi. Va huval aliyyu fi mulkihi va sultanihi al-azim fi izzihi va jalalihi. Yani ulug' hammadan ustun zotdir deydi. أو العلي المتعالي عن الصفات التي لا تليق به ياكي الله كمدغن نالايق صفات لادن üstün boğucu العظيم المتصف بالصفات التي تليق به özü layık olan sıfatlar bilen sıfatlanıcı ulug' zat deydi. فهما جامعان لكمال التوحيد mana el-ali, el-azim degan mukammal tavhid sifatlarini to'plovchi sifatlar edi. Va innama tarattabatul jumal fi ayatul kursi bila harfin atfin. Ayatul kursida harf atf kelmay lam aqaqının munda un keldi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum la ta'khudhuhu va la ta'khudhu demadan. Ve lehu ma fis semawati demadan. Atf kelmay lam munda keliyadi dedi. Lianna varada ala sabil bayan. Çünkü şu bir zatninki bayanını qilmoqchi bo'ladi. Davonikin
ulab dedi. Ula bayanun. Birincisi el-hayyul qayyum degene liqiyamihi bi tadbiril halq. Bütün mahluklarni parvarish qilib turg'uchi, boshqarib turg'uchi, muhofazat qilib turg'uchi ekanligining bayonidir. Va kavnuhu muhayminan alayhi ghayru sahin anhu. Ammo hukmronlik qilib, undan savarliksiz g'aflat qilmay turg'uchi ekanligining bayonidir. Ikkinchisi lahu mulk samawati wal likawnihi malikan lima yudabbiruhu. Demak, boshqarayotgan, qilayotgan narsa hammaning egisi ekanligini. Va thalitha likibriya'i sha'nihi. Uchinchisi manzalladhi yashtadigina Allah Teala'nın kattılıkını, çoğunçılıkınınki şanının kattılıkını şunu bayan kılmaz. Dördüncüsü li ihatati bi ahvalil halq. Yani ma bayna yediyim ve ma khalfam degine bütün mahlukların ahvalını tuluq egerlab bilib turganligini. Beşincisi ilminin keng ekanligini, bütün ma'lumot chetishlik ekanligini ko'rsatadi. Aw li jalalihi va izami qadrihi. Yoki o'zining ulug'ligini va qadrining kattaligini. وإنما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد. مش آيات كفزيلة آيات ده قرال دليل. حتى onun hakkında şanında durgun eserler kegen. Minhu ma ruya an Ali radıyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem men qara'a ayatul kursiy fi dubur kulli salatin maktubatin lam yemna'u min dukhul cennet illa al-maut. Her farz namazının aqida ayatul kursini o'qisa, cennet kirishdan uni ulamlam to'sab qoladi deb tushunama. Arlıqda şu ölen var. Bu mesela gaqirab sirktuzinge. Ve la yuadibu alayha illa siddiqun ev abid. Onu fakat lan siddiq yoki ibadat qiluvchi, ibadatgo'y bir kishi davomli o'qib turdi demak. Ölen kusap ko'dina o'zi jannatga kirgan gapmi? Ha. Shu arlıqda ölen lan bor. Bu arlıqda jannatga kirishning arlıqi boshqa to'savi yo'q. Ölen bor. Ölenni zodi uni basmay char yo'q. U la budda minhu. Lekin boshqa bir to'savi yo'q deydi. Tushundingmi? Inqazir. Yani bir rivayette illa nebiyyun ev sıddîkun ev şehid derken. Ve men qara'aha idâ akada madja'ahu. Kimi ki yatılgan çığıda onu okusa, Allah Teala onun üzge ve hoşnısıga ve hoşnısıga hatırcamlık ata kıldı, amallık ata kıldı. Hatta etraftaki öylagimi hatırcamlık verdi depti, amallık verdi depti. Bu munda aciz rivayetler bu. السيدة مسلم وأحمد رواية غازته إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي يعني برواية ربع القرآن ذكي وقال صلى الله عليه وسلم سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر وسيد الفرس سلمان وسيد الروم صهيب وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الأيام يوم الجمعة وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي. Bu da yalğada destek durdu bu. Meddahın gibidek. Bu hadis münker depti bazı alimler. Seyyid-i Beni Adem diye Muhammed Resul. Seyyid-i Veled Adem. Seyyid-i Veled Adem Muhammed. Ama Seyyid-i Beşer'den Adem depti. Suheyb Rumi kim? Suheyb el-Rumi. Esli Arap bu mu? Dadısı esir uçup kalıp mı? Okup aşağı tuğulgan. وقال ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. بم بروايتين. وقال من قرأ آية الكرسي عند منامه بعث إليه ملك يحرس حتى يصبح. وقال من قرأ هاتين الآيتين حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. وإن قرأهما حتى يصبح حفظ بهما حتى يمسي. آية الكرسي وأول حاميم المؤمن إليه المصير. حاميم المؤمن عشان سورة غافر. والنجق صحيح بسلطوسا. İşlerinin anda seyredisine ayetine düşse bununla təsirlenmediğin bunda aciz edisinin ekası andın asla yumuşak dili iridiğin boğaçka aşı meddahlar, tebliğçiler, verzine seyretçiler aciz edisinin ekildim. Ya şu insanlığın tabiiyetine layık mıkıya aşı. Bizim hatalı olsa şimdi anlarsın. Yani bana bunda ayrıyımız hem de. Yalgan hadis var, aciz hadis var, aciz hadis var, hasen hadis var. Yani aciz hadisini rivayet kılış bu ayrı mesele. Yalgan hadisini rivayet kılış bu ayrı mesele. O tabliğ kılan çağda ekası bulmaydı, bulda mutlak diyetmeyim. Hadisini rivayet kılmaz, hasen hadisini rivayet kılıp sözleyemez. Aciz hadisi olup kalsa bazı meyle rivayet kılıp buldu dedi kalıyor. Yani fadail amalda emel kılsak buldu dedi kalıyor. Bu muhtelafın fi, onu inkar kılamayız onda onu. Ama yalgan kalsa rivayet kılıç bulmaydı. Fakat lan da yalgan hadiski misal kılıp da koyuşu buldu. Mesela ahli hadisinin kıygan verz tabliğleri, mesela Suudi Arabistan'ın, Selefi alının bazı şer'i hükümünü bayan kılış,
adabni bayon qilishda ojiz hadisni ekildi. Qarabaqlar shuningda emaskan ekildi. Demak endi bu yerda Adam ayatul Qur'on, ayatul kursi. Xalqlar insonning tabiati qanday bo'lgan. Musha hadisni nima qilsa, azam aytgan deb qo'yibdi. Ta'sirlanma o'tirgan bo'lib qildim. Nega menda unda oldi desa, uningdan, amada jukan foyda qildi, qo'sqog'ir foyda qildi desa, g'achchidi unga. Yoki top demasdan millioner bo'lib qoldi, g'achchidinga hozir diqqat qilgan bo'lib qoldi. Endi tushunasiz, Abu Hurayraning vaqaliga baqo. Alaqa ma ta'ala asiruka laylaga rivoyat olgan. Bu Hasan darjiga deslar. Shunda bo'lmasdan sana bir oyat o'qitib qo'yay, shuni o'qisang, yetgan vaqtida la yazalu alayka minallohi hafid. Men mushuning mazmuni shunday. Ojiz hadis degan gap yana yolg'on kelgunmayman. Mana mesela, aciz yanına, xuddi yolg'onni destek bir muomala qilgan bir ahvol bo'lib qoladi. Aciz destiganda rasululloh ehtimollik var degan mazmun. Faqat yolg'on degan gap bo'lmaydi. Yani la yazalu alayka minallohi hafidun hatta tusbiha dedi mana. Buxoriyda rivoyat qilingan nima? Demak bu shu hatta yusbih yahrusu hatta yusbih degan gaplar shu gap shu. Ikki achiz ma aciz hadis. Avval hamim al-mu'min yani surat G'afir. Surat G'afirni suratul mu'min deb ataymiz. Hamim tanzilun ilayhil masir. Qadar dedi. Lihtimaliha ala tauhidillah taala. Demak bu shunda mana, bu shunda mazmun bor. Alloh taolaning tauhidni qilish, ta'zim qilish, tamjid va sifatul uzma. Kat sifatlar bor. Va la mazkura azam min robbil izza. Endi odatda tilgandigan narsalarning ichida izzat egasi bo'lgan Allohdan ulug' narsa yo'q. Kama kana zikrallohu kana afdal min sa'iril azkar. Alloh taolaning zikri bo'ldi ekan, boshqa har qanday narsaning zikridan ustun turdi dedi. Va bi ya'lamanna ashraful ulum ilmut tavhid. Shundan ma'lum bo'ladiki, ilmlarning eng sharafli tavhid ilmidir. Chunki buning mavzusi Alloh taolaning yakkiganligi, shirkdan xoli ekanligi, qudrati, ulug'ligi, sifatlari bilan munosabatlik dedi. La ikraha fid din. Dinda zo'rlash yo'q dedi. Ey la ijbar ala dinil haq. Ad-din nimashada al-ahd demakchi. La ikrah fi dinil islam. Yoki islom dinini zo'rlash yo'q degan ma'noda. Yoki islom dinida zo'rlash yo'q desak bo'ldi. Deyilganda, din mishadan maqsad al-islam, ya'ni al-huna lil-ahd demakchi. Mishada manda mazmun chiqardi. Bu xabar ma'nosi bo'lib qolsa, la yutasawwar zalika bi'atibar al-haqiqa. Amaliyat haqiqatda yo'q degan. Islomda da bunda yo'q, zo'rlash yo'q. Yoki islomga kirish uchun unda zo'rlash yo'q, amaliyatda yo'q degan bo'lsin. Lekin zo'rlash ko'rilgan taqdirda u haqiqiy zo'rlash emas u. Unda zo'rlab desa unda chigizib qo'yib bo'lmaydi amaliyat. U zo'rlansa tashqi ko'rinishda, men chidim deb qo'yishi mumkin. U zo'rlanib unda chiganda ko'rinib qoldi, amaliyatda unda zo'rlab birisini unda dinga kirgizish yo'q. Demak, hozir amaliyatda reallikda bunda ish yo'q demoqchiman. Bir tafsir. İkinci tafsir ve ihbarun fi ma'na nahi. Yani la tukrihu ala dinil islam diyemem. Şu ayet ayetimize uzun kılın. Faman şa'a felyu'min ve man şa'a felyekfur. Demek ihtiyarlı bunda. Lekin kafir olup kalsan dozaq var. Şunu merhamet eden ki. İman etsen faydalı seni. Çünkü birini tanla. Bu ihtiyarlık var insanda. Çünkü peygamberlerini iverttiğini düşün. İhtiyarlık olmaz peygamberin yumsun bozdu. İhtiyarlık boğaçka peygamberlerin gibini anlap, hidayet tapar deb öğretildi. La ikraha fid din, la icbara ala dinil haq. Yani hakikatte zaten unda zorlaş yok diyen ma'noda birinci tafsir. Anda zorlaganda ko'rinib qolganlar desa, bu amaliyat zorlash emas, haqiqiy zorlash emas u. Chunki bir odam zo'rlab vaqtida musulmon qilib qo'yilmaydi. O'zi men musulmon bo'ldim deb qo'ygan bilan amaliyat musulmon emas. Wa qila huwa ikhbarun fi ma'na nahy. Mana bu xabar shaklida bo'lsa-mu, bundan buyurish ya cheklash iborat. Yani la tukrihu fid din demak. Yoki masalan validatu yurdana degandek, man dakhalahu kana aminan, aminu man dakhalahu degandek. Wa ruya annahu kana li ansariyin ibnan fatanassara falazimahuma abuhuma. Bir ansariyning ikki o'g'li var ekan, bu nasrani bo'lib ketdi. Shuni otasi unga salishibdi. Sizlar ikki musulmon bo'lgan qadar sizni qo'yib bermayman deb chin chiqib olgan ekan, u unutmabdi. Faqtasama ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala al-ansari ya Rasululloh ayadkhulu ba'di fin-nar. Shundan bular Rasulullohga da'vo qilib turibdi. Zo'lati da'vo degan ekan. Bu da nima zo'laysa desa, mening bir qachon bo'lgan yurak parlarim yoki do'zax chirib ketami. Men kurab turib, men hayot turib, kurab turib, unda bolalarim, farzandim do'zax chirib ketsa qanday bo'ldi degan ekan. Fanazalat o'sha aytishgan.
Bu sebebin nuzulunu bayan tuttu. Sonra ona koyup durup dövüşke bolasın. Ne bolsan boldu. Yani o Resulullah'ın murtadlık hükmü icra kıygan mıkımmamı onun üstü toxtanı. Qala ibn Mas'udun ve cemaatun ibn Mas'ud radıyallahu anh bilen bir mufassirler kana hada tilibtida thumma nusikha bil amri bil qital. Bu dastlabki vaqtda shunda bo'lgan. Yani karınmay qilib yoki o'sha ikro qilmaslik dastlabki davrda bo'lgan, keyin undan urushgan deb buyurilgan uchun mavo la ikro degani mansub qilib ketgan. Ba'atan umrtan uqatilunnas degan shu. Yoki masalan al-amr bil qital jahidul kuffar wal munafiqin wa ghlul alayhim degan oyat bo'yicha. Bu bir xil qarashgan endi. Lekin darhol unda bir oyatni mansub qilib ketdi deyish oson gap emas. Yoki bu ba'zilarda maxsus bir ahli kitob debdi. Ahli kitob xos, mushriklar unda qilishgan bo'lmaz deb. Ba'zilarning qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. To'g'ri yo'lga manash bilan azg'unlik ikkisi ayrilib bo'ldi. Aniq ayrilib bo'ldi deydi. Qad tamayyaza al-iman wal kufr bid-dalal wadih. Aniq ro'shan dalillar orqali kufrlar imonning yo'li ayrim bo'lib bo'ldi. Tamay yakfur bit-tag'ut. Shunga kimiki tag'utga tanid ekan, tag'ut degan shayton, asnam aw ma'ubidal g'ayrillah min g'ayrillah degani. Allohdan boshqa cho'qinadigan narsamiz tag'ut. Butlar bo'lishi mumkin, shayton bo'lishi mumkin, yo bir rahbar bo'lishi mumkin. Ve yu'min billah tağutqa tinib Allah'a işinir ekan, bu kishi mustahkam ağamçıga chin eslib tutgan bo'ldi. Tamsaka tamassak bu qattiq mubolig'ini bildirdi. Xuddi u tutib turib, ya'ni o'zidan chin tutda talab turgandek. Bil urva degan ağamçı arqon. Ya'ni al-mu'tasam degan eslib turgan narsa. Vel mutaalliq eslilgan narsa. Vusqa degan avsaqninki muannas, xuddi al-awsaqninki muannas vusqa degandek. Ay al-ashadd min al-habl al-watiq al-muhkam al-ma'mun. An puxta, mustahkam, mazmut, chin ağamçı demakchi. Chin ağamçıga chin eslib turgandek bo'ladi deydi. Lam fasamalaha u ağamçıga unda üzülüp ketish yo'q. Üzülüp ketmaydigan unda mustahkam ağamçı esilgan bo'ladi. Bu anda tamsilun lil ma'lum bin nazar wal istidlal. Demak tafakkur qilib, dalillar orqali izlanib, ma'lum bo'lgan narsani hozir bunda amaliyotda ko'rilayotgan bir ish bilan misol qilib tushuntirib qo'yishdan iborat. Hissiy narsa bilan tushuntirib qo'yadi. Hatto yatasavvaru sami' kana yanzur ilayhi bi'ayni fa yuhkimu i'tiqadahu. Demak, shu ahvolni anlagan kishi o'sha ahvolni ko'rib turganda ko'z oldida tasavvur qilib, uning e'tiqodini mahkam bo'lish uchun misol qilib ko'rsatib qo'yadi. Xuddi bir og'amchi va mustahkam og'amchi, uzilib ketmaydigan. Buningga chin tutib yepishvaga odamga o'xshatadilar. Val ma'na faqat aqada li nafsi min ad-din aqdan watiqan la tuhilluhu shubha. Demak, har qanday bir shubhmi uni yeshitolmaydigan mustahkam bir og'amchi bilan o'zini diniga chin bog'lab oldi degan. Vallohu samin iqrarihi alimun bi'tiqadihi. Alloh taolo angluvchidir, alimdor degani mishada tamiya degani iqror deganning shartligini ko'rsatib berdi. Ya'ni musulmon bo'lsang, sen iqror qilsan. Iqrorun bil lisan, alim bi i'tiqadihi. Ya'ni qalbida bu e'tiqod qilish va Alloh taolo bilguchi. Ya'ni bu xuddi va'dun va va'id. Ya'ni iqror qilib qalbida ishonganlarga nisbatan Alloh taolo yaxshi muomala qiladi. Iqror qilmay bunun tinib, ko'ngildimi boshqa e'tiqod qilamiz, bunga Alloh taolo jazo berdi demoqchi. Demak, mishada qad tabayyana rushd min al-ghay degan bu la ikrah fid-din deganning mazmunini texmo ochiqlab bergan bir xil ta'lil bu. La ikrah fid-din deydi. Nima uchun? Qad tabayyana rushd min al-ghay. Haq aniq qilibdi, naqmi aniq. Sen xalsan ma'nisi. Zo'rlab bunda mang'uzga shu. Ham zo'rlab mang'usi uning nima hazılduğunu emniyete. Femen şa'a felyekfur, men şa'a felyu'min degan mazmunda. Rabbana hab lana min ladunka rahmeh ve hayyi' lana min amrina rashada. Rashad degan shu to'g'ri yo'lga mangdi degan. G'ay degan to'g'ri yo'l emas, ozg'unlik yo'lga mangdi degan. Vallohu a'lamu bis-savab ve ilayhi al-marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.